Hello everyone. Today we will solve question number 4. A rectangular is inscribed in a circle such that the length of the diagonal of the rectangular is twice the length of its shortest side. Okay, bizda nima berilgan? Bitta aylanamiz bor va aylanani ichida rectangular bor, right? Rectangular degan to'g'ri burchak degan. Mana chizishda zo'r emasman-u, harakat qilaman. Shunaqa aylanani doira desak ham bo'ladi va uni ichida nima bor ekan? Rectangular. So, rectangular degani to'g'ri burchak. Hamma burchagi 90 gradusdan bo'ladi. Va endi aytganimizda chizilgan va diagonali, shu to'g'ri burchagimiz diagonali uni kichkina tomonidan 2 marta katta ekan. Okay, mana diagonal o'rtadan o'tadi. Xo'sh, endi shuni yozamiz. Kichkina tomoni x ga teng bo'lsa, diagonal 2x ga teng ekan. Shunaqa deb bergan. And the area of the circle, demak bu doiramiz yuzasi 5929 pi ga teng bo'lsa, what is the area of the rectangular to'g'ri burchakning yuzasini topishimiz kerak. Xo'p, avvalambor doira yuzasini topish formulasi s teng pr kvadrat, to'g'rimi? Pr kvadrat va bizda shu pr kvadratimiz 5929 pi ga teng ekan. Men buni desintda yozib olaman. Xo'sh, p bilan i ni bossak, p o'zi kelib chiqadi. Pr kvadratimiz teng bo'lyapti 5929 pi ga. Mana rimiz, radiusimiz 77 ekanligini bilib oldik. Okay, demak radiusimiz teng bo'ldi 77 ga. 5929 pi. Ko'pincha desmosda ishlayman o'zim to'g'risi. Mana radiusimiz 77 kelib chiqdi. Endi menga anaqa e'tibor beradigan bo'lsanglar, diagonalimiz bu 2 radiusga teng bo'lyapti, to'g'rimi? Ya'ni d teng 2r bo'lyapti. Va bu yerda 2 ko'paygan 77 bo'ladi. Va bu ham 154. Endi e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, diagonalimiz o'zi 2x ga teng, to'g'rimi? 2ximiz mana 154 ga teng bo'lyapti. Bu yerda mana x, ya'ni tomoni bilan radius teng ekan. 77 ni o'zi bo'lib qoldi yana. Xo'sh, endi bizda nimalar bor? To'g'ri burchagimizda qaytadan chizib olaman. Demak, bizda diagonal berilgan. Diagonalimiz 154 va bu tomonimiz 77. Endi men bu tomonimiz esa, to'g'risini aytsam, bu hisoblaydigan bo'lsa 77 3 kelib chiqadi. 77 3 bo'ldi. Endi nima qilamiz? Biza rectangularni areasini topishimiz kerak. S teng a ko'paygan b, to'g'rimi? Ikkita tomonni ko'paytmasi yuzaga teng bo'ladi. A ko'paygan b va bu ham nimaga teng endi? 77 ko'paygan 77 3. Va bumuz ham teng bo'lyapti 5929 3 ga. Demak, javobimiz D bo'lar ekan. So biz javobimiz D javob. Stay tuned.